Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 91-ci surə Şəms. Məkkədə nazil bolğan 15 ayət. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Quyosh va uning nuri bilan qasamki, quyoshga ergashgan chaqdagi oy bilan qasamki, quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chaqdagi kecha bilan qasamki, osmon va uni bino qilgan zot bilan qasamki, zamin va uni bino qilgan zot bilan qasamki, nafsi bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, nafsini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nefsini küfri ve psiki fucur bilen kemsitken adam çokum naumid boludu. Samud haddidan aşqanlığı üçün peygamberini inkar qildi. Aynı zamanda Samudning eng bedbaxt odami mo'jiza bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Salih alayhissalom, Allohning to'gisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. Ular payg'ambarni, ya'ni Salih alayhissalomni yolg'onchi qildi. To'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Allah ularni talto'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. Allah uning, ya'ni ularni halok qilganligining oqibatidan qo'rqmaydi.